barglarni bog'laydi. Barglari esa quyosh nuri yordamida ozuqa tayyorlaydi. Guli bu ko'payish organi va u orqali urug'lar hosil bo'ladi. Mevasi esa urug'larni himoya qiladi va tarqatishga yordam beradi. Bugungi mavzumiz shulardan iborat. Ya'ni o'simliklarda hayoti. Bugungi mavzumiz hammaga tushunarli bo'ldimi? Kim nimani tushundi? Men. Abduxoliq aytingchi qisqacha qilib tushunganingizni. Poyasi, guli, bargi, mevasi. Bo'ladi. Hammasi da bo'ladi. To'ppa-to'g'ri.